Sizlar bilan demak penaltilik mavzusi bilan tanishamiz. Penaltilik mavzusi hozirgi kunda milliy sertifikat masalalarida tushayotgan masalalar qatoridan o'tgan safargi milliy sertifikatda ham ko'zlar bilan ko'rdilar penaltilikka doir masala tushgan. Ya'ni bu yerda faqat o'sha 3 ta game bo'yicha, ataylabdan 3 ta game bo'yicha so'ralgan. Maqsad bu yerda birinchidan vaqt olish, ikkinchidan siz o'sha penaltiga teg o'shalarni to'g'ri joylashtirib berish kerak. Ya'ni foizlar top berish muhim. Endi qani penaltilik deganda o'zi nima tushunadi? Mana misol uchun fenotipda belgilarda namoyon bo'lish darajasi bor. Ha, misol uchun aytaylik, A geni o'naqaylikni nima qiladi? Namoyon qiladi. Kichkina A genichi chapaqaylikni namoyon qiladi. Endi siz bilan biz mana heterozigot bunaqa organizmlarni chachishtirganimizda e'tibor beradigan bo'lsangiz, ha, hosil bo'lyapti. Necha foiz bunaqa? 75%, 25% chapaqay. Endi o'zi qarang. 75% chiqish kerak edi, lekin shuni penaltilik, ya'ni fenotipda namoyon bo'lish darajasi aytaylik 40% ga teng bo'lsa, siz 75 ta 100% bo'lsa, 40% dan qancha qilib topib olasiz? Necha bo'ladi? 75 ta 40% 30%. Demak, tushundingizmi nima demoqchi? Ya'ni endi yana bitta narsa bu yerda aytib o'tish kerakki, bitta o'zi milliy sertifikatda shunaqa hisoblanyaptiki, o'zi aslida mana bu 40% penaltilik, demak, chapaqayda bo'lsa 60%, o'naqayda bo'lsa 60% chapaqayga o'tib ketish kerak. Lekin hozirgi kunda tushayotgan milliy sertifikat masalalarida faqatgina 40% ni mana shu o'naqayda hisoblayapti. Tushunyapsizmi? Biz masala shartiga qarab shuning uchun ishlayveramiz. Tushundingizmi hozirgi penaltilik nimaligini? Demak, organizmlarning belgilarini fenotipda namoyon bo'lish foizi darajasi. O'naqaylik 75% chiqish kerak edi, lekin bizda penaltilik darajasi necha foiz ekan? 40% ekan. Demak, 75 ta 100%, 40 dan qancha qilsak, o'naqaylar necha foiz? 30% ekan.